o'sha kuni PPS xodimlari ushlagan, g'ayrat ichida ushlagan. Uni rasmlari bilan qo'yilgan. Video syomkalari internetda portlagan. Lekin u O'zbekiston Piskent tumanidagi JQB xodimlari unga ish ochmagan. Nega ochmaydi? Nega? Savol o'z-o'ziga to'q. Nega Oqron sudiyasi mahalladan arida berdi? Bitta boquvchisi yo'q bo'lani deb xat berdi. Bu qildi, advokat aytdi, hammadan qo'yib beradi isbotga. U bir tarafdan qo'yatida o'limga 7 yil 1 oy. Amitiya 3 million qilib so'rab beradi. O'g'lim odam o'ldirmagan-ku, bor yo'g'i 250 ming so'm pul olgan, nasha bo'lmagan, nashani o'zi bo'lmagan. O'zlari mehmonxonaning ichida qilib o'zlari olishgan. Joyida bo'lmagan, tadbir vaqtida nasha bo'lmagan. O'sha vaqtda tadbirda bo'lsa, nega o'sha Hasan mana nasha deb ko'rsatmagan? Qana o'sha narsalarni aytmagan-ku. Bu ishlar binosiga borib olgandan keyin o'g'lim buni olmay. Ular o'g'lim urib, uni maydalab qo'ygandan keyin boshqa xonaga qo'yib qo'yishgan. Keyin o'zlari o'g'limsiz tergovchi Doston aqlli bo'lsa, nega o'sha narsani qilmadi? O'zini otish kerak, tergovda bu ko'rinish kerak, qonun bo'yicha. Lekin qonun yo'q Piskentda. Piskentda qonun yo'q. Kelib, mana shu ishlardagi, mana shu tepada ko'rsatganim Bobur, Dilshod, Fozliddin, Shahboz, keyin zamnachanligi bor, Bobur degan. Men unga arida qilgandim. Mani bitta aybi arida o'zim yozib berganman. Men bitta ikkita yoz so'rni bitta yozib, unga ishonib ota aytdi. Mani aldab, men aridamga javob ham qaytarib berish olmadi. Insofli xodimlar bo'lsa, Piskentga kelinglar. Ishlari ko'ringlar. Sud, Oliy sudga ham xat berganmiz. Qo'l qo'ydirib berilgan. Kelib Oqron sudiyasini bir ko'ringlar ishini, jarayonni. 7 yil 1 oy bezamicha, buyakka yagona boquvchisi yo'q degan oila bizlar er-xotin ikkitamdan kasalxona bizlar. Qani? Bu bo'yicha ko'rsatilgan sudga. U inovatga olmasdan 7 yil 1 oy nimaga asosan berdi? Nimaga asosan? Prokuror o'tirib telefonni o'ynab chiqib ketardi. Oxirida keldi 7,5 yil deb so'radim mendan, indamay ketdi.